Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Andijon davlat tibbiyot instituti ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash majlisini boshlashga ruxsat berasizlar. Ilmiy kengash tarkibi 11 nafardan iborat olimlardan tasdiqlangan. Majlisda 11 nafar a'zodan 11 nafar ishtirok etmoqda. Kvorum bor. Ilmiy kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Majlisni ochish bo'yicha qanday takliflar bo'ladi? Rahmat. Qarshilar, betaraflar bir ovozdan qabul qilindi. Ilmiy kengash majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli olimlar, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, asosiy masalaga o'tishdan avval kuni kecha O'zbekiston olimlarini tayyorlash tizimini isloh qilish masalasi to'g'risida hurmatli prezidentimiz huzurida majlis bo'lib o'tdi. Shu majlisni qisqacha bayonini sizlarga tanishtirib o'taman. Prezident Shavkat Mirziyoyev ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ilm fanni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgani ta'kidlab o'tildi. Natijada ilmiy faollik, xalqaro ilmiy nashrlardagi maqolalar soni hamda yuqori reytingga ega jurnallarda chop etilayotgan tadqiqotlar ulushi izchil o'sib bormoqda. Qolaversa, ilmiy kadrlar tayyorlash sifatini yanada oshirish, tadqiqotlarning amaliy ahamiyatini kuchaytirish, akademik halollik tamoyillari, ko'chirib yozish, plagiatlarni oldini olish, sohadagi boshqaruv tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish muhim vazifalardan biri ekanligi ko'rsatib o'tildi. Shu bilan birgalikda ilmiy rahbarlar mas'uliyati va ularni rag'batlantirish mexanizmlari ham ko'rsatib o'tildi. Endilikda muvaffaqiyatli himoya qilingan dissertatsiyalar bo'yicha ilmiy rahbarlarni xalqaro ilmiy faollik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda natijaga yo'naltirilgan rag'batlantirish tizimlari joriy qilish ko'zda tutilmoqda. Men sizlarga aytib o'tishni eslatib o'tishni lozim topdim. Ushbu ma'lumotlar to'liq matni internet tizimlarida e'lon qilingan. Tashib chiqishlarni taklif qilaman. Bugungi kun tartibiga bitta dissertatsiya himoyasi qo'yilgan. Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi G'afur Zaribjon Inomjonovning 14.0037 anesteziologiya va reanimatologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun himoyaga tavsiya etilgan qizil o'ngash atretiyasi aniqlangan chaqaloqlarda anesteziologik himoya usullarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Tashbayev Shehzod Aliyevich. Rasmiy opponentlar Yusupov Anvar Sabirjonovich, tibbiyot fanlari doktor professor, Hamrayeva Gulchehra Shaqabovna, tibbiyot fanlari doktor professor. Yetakchi tashkilot Respublika perinatal markazi. E'tirozlar bo'lmasa, kun tartibini tasdiqlashga rozilar ovoz berib qo'yishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibidagi dissertatsiya ishi himoyasi bo'yicha muhokamaga o'tamiz. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib, tibbiyot fanlari doktori, dotsent Ahmadjonova Gulnoza Murodovnaga. Marhamat. G'afur Zaribjon Inomov 1986 yil Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan.
2004-2011 Andijon davlat tibbiyot instituti pediatriya fakultetini tamomlagan. 2011-2014 yillarda shu muassasada bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturaga tamomlagan. 2014-yildan 2024 yillarda Andijon viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi anesteziologiya, reanimatologiya va intensiv terapiya bo'limida ishlagan. 2014-14 hozirgi kungacha Andijon davlat tibbiyot instituti anesteziologiya, reanimatologiya va tez tibbiy yordam kafedrasida assistent lavozimida faoliyat olib bormoqda. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha ilmiy ishni 2022 yildan boshlagan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 11 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan bitta uslubiy tavsiyanoma, 5 ta maqola, jumladan 3 tasi respublika va 2 tasi xorijiy OAK ro'yxatidagi ilmiy jurnalda chop etilgan. Jami 4 ta tezis, shundan 2 ta respublika miqyosida 2 ta xorijiy konferensiyalarda e'lon qilingan. Dissertatsiya natijalarini amaliyotga joriy etish to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligining xulosasi mavjud. Oilali 3 nafar farzandi bor. Taqdim etilgan hujjatlar 4.0.37 anesteziologiya va reanimatologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish tartibidagi nizomi talablariga javob beradi. Rahmat. Dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengash kotibiga dissertatsiya savollar bormi? Yo'q. Demak, savollar bo'lmasa so'zni dissertatsiya beramiz. Marhamat, doklad uchun sizga reglament 20 daqiqa. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Qizilungash assotsiatsiyasi har 3000 tirik tug'ilgan chaqaloqlardan birida kuzatiladi. Rivojlangan mamlakatlarda perinatologiyaning, xususan neonatal xirurgiya va anesteziologiyaning rivojlanib borishi bilan birga bu chaqaloqlarda yashovchilik 85-90%gacha. Biroq rivojlanayotgan mamlakatlarda maxsus uskunalar, neonatal transport tizimi va yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi sababli o'lim ko'rsatkichi ayrim hollarda 40%gacha bo'lib qolmoqda. Qizilungash atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda anesteziologik ta'minot usullari, ularning muddatidan oldin tug'ilishi, past tana vazni, tug'ma nuqsonlar, ayniqsa yurak tug'ma nuqsonlari ayrim cheklovlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, qizilungash traxeya oqmasining mavjudligi aspiratsiya xavfini oshirib, o'pka ventilyatsiyasi va gemodinamik barqarorlikni ta'minlashni ancha murakkablashtiradi. Oxirgi yillarda pediatrik anesteziologiyaning ERA strategiyasining komponenti sifatida regional usullarni joriy etishi sababli operatsiyadan keyingi tiklanishni tezlashtirish va asoratlarni kamaytirishga erishilmoqda. Biroq chaqaloqlarda ushbu usullarni qo'llash anatomo-fiziologik xususiyatlar, texnik qiyinchiliklar va xavf omillari bilan cheklanganligi sababli neonatal xirurgiyada xavfsiz va samarali anesteziologik himoya usullarini tanlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Keltirilgan ilmiy jihatlar tadqiqotimiz maqsad va vazifalarini belgilab berdi. Tadqiqot maqsadi qizilungash atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlar xirurgik amaliyotlar regional anesteziya usullarini qo'llash orqali anesteziologik ta'minot sifatini takomillashtirishdan iborat. Tadqiqot vazifalari qizilungash atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan oldingi klinik laborator holatning kompleks baholash va gomeostat buzilishlarining xavf omillarini aniqlash. Chaqaloqlarda qizilungash atreziyasi bo'yicha o'tkaziladigan operatsiyalar anesteziologik ta'minoti ultratovush navigatsiyali operatsiya testlarning interoperativ gemodinamik ko'rsatkichlarga va neyroendokrin stress javobiga ta'sirini baholash. ESP blokada qo'llanilgan multimodal anesteziya uslubining postoperativ davrda og'riqsizlantirish samaradorligi, ekstubatsiya muddati, sun'iy o'pka ventilyatsiyasiga ehtiyoj va respirator tiklanishiga ta'sirini aniqlash. Qizilungash qo'llanilgan anesteziologik yondashuvlarning yashovchanlik ko'rsatkichlariga ta'sirini qiyosiy baholash asosiy qizilungash atreziyasi bilan tug'ilish chaqaloqlarda optimal anesteziologik himoyani tanlash imkoniyatini beruvchi taktik yondashuvlarni asoslash.
maqsad va vazifalarga erishish uchun Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoq tibbiyot markaziga oxirgi 2015-2024 yillar davomida qizildengiz atrofiyasi tashxisi bilan tug'ilgan chaqaloqlarni davolash natijalari tahlil qilindi. Oxirgi 10 yillik ma'lumotlarga ko'ra, jami 105 nafar chaqaloqlar ushbu tashxis bilan yoritilgan bo'lib, ularning 14 nafari istisno mezonlarga ko'ra tadqiqotga kiritilmadi. Qolgan 91 nafar chaqaloqlarda tarkitamiya, ezofagoplastika yoki bosqichli tashxislar o'tkazilgan bo'lib, anesteziologik ta'minot turiga ko'ra ikki guruhga bo'lindi. Nazorat guruhiga opioid umumiy anesteziya qo'llanilgan jami 54 nafar chaqaloqlar kiritildi. Asosiy guruhga esa multimodal anesteziya komponenti sifatida ultratovush navigatsiyali test balakada qo'llanilgan 37 nafar chaqaloqlar tanlab olindi. Bu guruh bemorlarda opioid yuklamani minimal darajaga tushirish maqsadida multimodal anesteziya komponenti sifatida ultratovush navigatsiyali paraksial test balakadaning past operatsion davrdagi og'riqsizlantirish samaradorligi baholandi. Test balakada o'tkazish uchun chaqaloq yonbosh holatda o'tkaziladi. Ultratovush apparatining yuqori chastotali chiziqli datchigi bo'ylama yo'nalishda 4-ko'krak umurtqasining o'tkir o'sig'i sohasiga joylashtiriladi va lateral yo'nalishda siljitiladi. Umurtqaning ko'ndalang o'sig'i identifikatsiya qilingan ignaning fabriklangan yo'nalishda ultratovush navigatsiyasi bilan 4-umurtqaning ko'ndalang o'sig'iga tekincha kiritiladi. Bunda datchik uzun o'q bo'ylab ignaning ekran tekisligiga to'g'ri ko'rib turib kiritiladi. So'ngra umurtqaning to'g'rilash mushak ostiga 0,25% 0,5 ml kilogramm miqdorida bukovigain eritmasi yuborish bilan gidrodesseksiya amalga oshiriladi. Dinamik vizualizatsiyada 4 va 5-ko'krak umurtqasi sohasida ko'taruvchi mushak yuqoriga ko'tarilishi kuzatiladi. So'ngra bu amaliyot 6-ko'krak umurtqasigacha davom ettiriladi va bu yerga kateter qo'yib chiqiladi. Balakada uchun 18-20 o'lchamli to'q ignasi va 22 o'lchamli epidural kateteridan foydalanadi. Tadqiqotda bemorlarni kompleks baholash uchun klinik, laborator va instrumental tekshirish usullari, shuningdek gemodinamik va respirator monitoringlardan foydalanadi. Yashovchanlik ko'rsatish Kaplan-Meyer usuli yordamida o'rganildi. Olingan natijalarga maxsus dasturlar yordamida statistik ishlov berildi. Maxsus tekshiruv usuli sifatida og'riq darajasini baholash uchun NIPS prediktiv shkalasidan foydalanildi. Bu shkalaning integratsiya qilingan chaqaloqlarda ayrim cheklovlar mavjudligi tufayli uni yig'lash komponenti o'rniga nafas zo'riqish komponentini, nafas komponenti o'rniga ventilyator sinxronlik komponenti kiritildi va bu shkalaning yaroqliligi sinovdan o'tkazildi. Ushbu shkala 6 ta ko'rsatkichdan iborat bo'lib, belgilar yaqqolligiga ko'ra har biri 0 dan 1 ballgacha yoki 2 ball bilan ifodalanadi. Maksimal ball 7 ballni tashkil qiladi. Barcha ko'rsatkichlar interoperatsion va operatsiyadan keyingi erta davrda dinamik tahlil qilindi. Tadqiqot guruhlarida asosiy demografik va antropometrik ko'rsatkichlar shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhda o'g'il bolalar 57%, qiz bolalar 43%ni tashkil qildi. Nazorat guruhida esa mos ravishda 57 va 43%ni tashkil etdi. Har ikki guruhda o'rtacha tana vazni 2 kg 480 gramm va gestatsiya muddati 37-14 haftani tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ahamiyatli tafovut kuzatilmasligi guruhlararo reprezentativlik ta'minlanganidan dalolat beradi. Perinatal xavf omillarining tahlili doirasida bir nechta ko'rsatkichlar o'rganildi. Ulardan hamroh keluvchi tug'ma nuqsonlardan yurak tug'ma nuqsonlari, amnios va ichak atrofiyasining eng ko'p uchraganligi aniqlandi. Jami nazorat guruhida 19 ta, asosiy guruhda 14 ta chaqaloqlar tug'ma nuqsonlar tashxislangan bo'lib, har ikki guruhda ham o'g'il bolalar hissasi qiz bolalarga nisbatan ko'p ekanligi kuzatildi. Bundan tashqari 93% bemorlarda aspiratsion pnevmoniya belgilari kuzatilgan. Shuningdek, jinsi, tana vazni, onasining yoshi va homiladorlik soniga bog'liq ravishda atrofia ushlashining nisbiy xavfi tahlil qilindi. Jadvaldan ko'rinib turganidek, yoshi 35 yoshdan yuqori onalarda va birinchi homiladorlik uchun nisbiy xavf ko'rsatkichi yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, o'g'il bola jinsidagi va kam vaznda tug'ilgan chaqaloqlarda uchun ham sezilarsiz bo'lsa-da, ushbu ko'rsatkichning statistik ishonarli ravishda ortiq ekanligi kuzatildi. Keyingi bosqichda davolash natijalari va yashovchanlikka bevosita ta'sir qiluvchi omillardan transportirovka va gospitalizatsiya jarayonlari va holatlar o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, birinchi 6 soat ichida
eng kam gospitalizatsiya amalga oshirilgan. O'rtacha 33-35% hollarda chaqaloqlar 24 soat ichida yoki undan ortiq muddatda keltirilgan. Bu esa o'z navbatida chaqaloq holatining og'irlashuviga, turli asoratlarning rivojlanishiga olib keldi. Klinik anamnez ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, har ikki guruh qon qizilingan atrofia tashxisi bola emizilgandan so'ng qo'yilgan. Ya'ni bu chaqaloqlar tug'ilish bilan ko'krakka qo'yilgan va ularda aspiratsion pnevmoniya rivojlanishiga sabab bo'lgan. Markazimizga yo'naltirishdan oldin 91 tadan 31 ta chaqaloq holati yetarli hajmda barqarorlashtirilmagan bo'lsa, 53 nafar chaqaloqlarda bu chora-tadbirlar umuman o'tkazilmagan. Tadqiqot guruhlaridagi chaqaloqlarning yarmidan ko'pida qizilingan zondi o'rnatilmasdan, so'lak aspiratsiya qilinmasdan muassasaga yo'naltirildi. Bu esa turli darajadagi nafas yetishmovchiligiga rivojlanishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, chaqaloqlarning shifoxonaga keltirilgan paytdagi og'irlik darajasi baholandi. Har ikki guruhda chaqaloqlarning ko'p qismi og'ir holatda keltirilgan va mos ravishda 45% va 57% tashkil qilgan bo'lsa, 13 nafar chaqaloqlarning holati o'ta og'ir deb baholangan. Og'ir ekskurs holat asosiy guruhdagi chaqaloqlarning 2 nafarida, nazorat guruhining esa 4 nafarida kuzatilgan. Nafas yetishmovchiligining 3 darajasi jami 42 ta chaqaloqda kuzatilgan va bu suyuqlik o'tgan ventilyatsiyasi o'tkazishni taqozo qilgan. Bizning kuzatuvlarimizga ko'ra 11 nafar chaqaloqlar maxsus transportlarda o'tkazilmaganligi tufayli ularning gipotermiya holatlari kuzatilgan. Bu holatlar fikrimizcha tashxislash va ixtisoslashgan tibbiyot muassasasiga yo'naltirishning kech amalga oshirilganligi va transportirovkani tashkillashtirishda yo'l qo'yilgan xatoliklar bilan bog'liq bo'lib, kasallik tekshirishining salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ushbu slaydda asosiy guruhda gemodinamik ko'rsatkichlar barcha bosqichlarda barqaror saqlangani, nazorat guruhida esa ikkinchi, uchinchi bosqichlarda arterial bosim pasayishi kuzatilgani namoyon bo'ladi. Bu natijalar qo'llanilgan yondashuvning gemodinamik barqarorlikni ta'minlashda samarali ekanligini ko'rsatadi. Yurak soni dinamikasi tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu ko'rsatkich asosiy guruhda kuzatuvning barcha bosqichlarida nisbatan past va barqaror darajada saqlangan bo'lib, bu ESP bolakaylarning samarali ta'sirini tasdiqlaydi. Nazorat guruhida esa aksincha, ayniqsa ikkinchi, uchinchi bosqichlarda yurak qisqarishlar sonining sezilarli oshishi kuzatilib, bu stress reaksiya va noadekvat analgeziya darajasini ko'rsatadi. Shuningdek, operatsiyadan keyingi og'riq darajasini aniqlash uchun ko'rsatilgan vaqt oralig'larida NIPS-M shkalasidan foydalanildi. NIPS-M shkalasi ballari bo'yicha dinamikasi tahlili ko'rsatildi. Olingan natijalar ESP bolakaylar qo'llanilgan chaqaloqlarda dastlabki 120 daqiqa davomida shkala ko'rsatkichlarining past ekanligi statistik ishonarli tarqalish bilan namoyon bo'ldi. 60-120 daqiqalar oralig'ida nazorat guruhida og'riq ballarining tez o'sishi kuzatildi. Asosiy guruhda esa bu o'sish sekin kechgan. Asosiy guruh bolalarda interoperatsion davrida opioidlar qo'llanishga ehtiyoj tug'ilmadi. Shu bilan birga harakatlanmadan keyingi qiyosiy guruhga nisbatan qoniqarli analgeziyani ta'minlay oldi. Jarohat stressga neyroendokrin javobni baholash maqsadida operatsiyadan oldin va keyin qon zardo'zida kortizol va glyukoza miqdori o'lchandi. Maksimal jarohatli bosqichda nazorat guruhida glyukoza miqdori 10.5 gacha ko'tarilgan bo'lsa, asosiy guruhda 6.5 ni tashkil qilgan. Ya'ni o'sish ko'rsatkichi 1,5 martaga kam bo'ldi. Operatsiyadan keyingi davrda ham bu tendensiya saqlanib qolgan. Nazorat guruhida kortizol miqdori 3.7 barobarga oshgan bo'lsa, asosiy guruhda bu ko'rsatkich 167 nanomol litrni tashkil qilib, o'sish 2,5 barobarni tashkil qilgan. Bu natijalar ESP bolakaylar qo'llanilgan guruhda jarohat stressga javobning sezilarli darajada susaygani va bu usulning og'riqlantirishdagi yuqori samaradorligini ko'rsatib beradi. Asosiy guruhda respirator tiklanish jarayoni ancha samarali kechib, ventilyatsiyaga ehtiyoj va uning davomiyligining kamayishi, shuningdek erta ekstubatsiya chastotasining oshishi bilan namoyon bo'ldi. Shu bilan birga kech ekstubatsiya va respirator asoratlar chastotasining pasayishi kuzatilib, bu holat tanlangan anesteziologik yondashuvning nafaqat fiziologik, balki klinik jihatda ham ustunligini tasdiqlaydi. Yetarli ko'rsatkichning tadqiqot guruhlari kesimidagi taqqoslama tahlili shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhda letal oqibatlar 12% ni, nazorat guruhida esa 33.3% ni tashkil qildi. Ya'ni o'lim ko'rsatkichi 2,5 martaga kamayishga erishildi. O'z navbatida
ijobiy natijalar hissasi 66,6% dan 87,5%gacha ortdi. Shuningdek, anesteziyalik yondashuvga bog'liq ravishda operatsiya o'tkazilgan chaqaloqlarning 30 va 60 kunlik yashovchanlik ko'rsatkichi Kaplan-Meier egriligi yordamida tahlil qilindi. 30 kunlik yashovchanlik ehtimoli asosiy guruh chaqaloqlarda ishonarli ravishda yuqori ekanligi aniqlandi va 85% ni tashkil qildi. 60-sutkaga kelib, asosiy guruh chaqaloqlarning yashovchanlik ehtimoli nazorat guruhiga nisbatan qariyb 21% ga yoki 1,5 barobargacha ortgan. Ushbu muddatga kelib, asosiy guruh chaqaloqlarda letallik ko'rsatkichi 12% gacha kamaygan. Yashovchanlik ehtimoli yuqori statistik ishonarli holatda mos ravishda 67 dan 87% gacha ko'tarilgan. Tadqiqot guruhlarida analgetiklarga bo'lgan ehtiyoj dinamikasi tahlil qilinganda, asosiy guruhda barcha bosqichlarda og'riq opioidli iste'moli sezilarli darajada kamaygani kuzatilib, xususan intraoperatsion davrda 2 barobargacha, keyingi kunlarda esa 6 barobargacha kamayish qayd etildi. Bu holat nafaqat og'riqni samarali nazorat qilish, balki dori vositalari sifatini kamaytirish orqali farmakoekonomik jihatdan ham yuqori samaradorlikka erishilganini ko'rsatadi. Ruxsatingiz bilan xulosa va amaliy tavsiyalarga to'xtalmasam, Rahmat. e'tiboringiz uchun rahmat. Doklad tugadi. Marhamat, kimda tushunmovchilik, savollar bo'lsa. Assalomu alaykum, Abdurahim Shamshiyevich, yaxshimisizlar? Savol bersam maylimi? Savol bersam maylimi? Marhamat, Lola Karimov. Assalomu alaykum. Hurmatli dissertantga quyidagi savol tug'ildi. Birinchisi, mana qizilo'ngach atreziyasi bilan nazoratga olgan bemorlaringizni, kuzatuvdagi bemorlaringizni onalaridagi kasalliklarga e'tibor qilganmisizlar va qanday kasalliklar ularda ko'proq qayd qilindi? Ikkinchisi, operatsiyadan keyingi holatdagi bemorlarda katamnez kuzatuvi qanday bo'lyapti? Asoratlar kuzatilyaptimi bunday bemorlarda? Boshqa asoratlar? Rahmat. Savollar tushunarlimi, Zarcha Inomjonovich? Javob bering. Hurmatli Lola Karimovna, qizilo'ngach atreziyasi bilan bo'lgan bemorlarimizda nazoratga olingan bemorlarimizdagi chaqaloqlarning onasidagi bo'lgan kasalliklarni biz tadqiqotimizga kiritilmaganmiz. Ko'proq chaqaloqni o'zi bilan asosiy xirurgik kasallik bilan shug'ullanganimiz uchun ko'proq anesteziyologik tomonlama e'tibor qaratganimiz uchun onasidagi kasalliklarga bu statistikamizga kiritmaganmiz. Yaxshi. Operatsiyadan keyingi anesteziyalik asoratlarga keladigan bo'lsak, nazorat guruhimizda operatsiyadan keyingi anesteziyalik asoratlar uchragan. Shu sababli ko'p uchraganligi sababli biz ilmiy rahbarlarimiz bilan kelishgan holatda yangi anesteziyologik usullarni tadqiqotga jalb qilganmiz. Zarimjon, katamnestik deyapti. Stenozlar, asoratlar. Asorat katamnestik. Katamnestik operatsiyaga bog'liq bo'lgan asoratlar kuzatilgan, bular keyinchalik ushlash yo'li orqali bartaraf qilingan. Chirurg nazorat qiladi. Yaxshi. Lola Karimov, Rahmat. javoblardan qoniqdingizmi? Ha, albatta, rahmat. Rahmat. Yana kimda savol bo'ladi? Marhamat, professor Hamratullayev. Dissertantimga quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Qizilo'ngach atreziyasi bo'yicha tadqiqotda 91 nafar chaqaloq ishtirok etgan. Bu son klinik tavsiyalar berish uchun yetarli deb hisoblaysizmi? Ikkinchi savolim, dissertatsiyada asosiy e'tibor erta natijalarga, masalan, ekstubatsiya asoratlariga qaratilgan. Uzoq muddatli yashovchanlik yoki hayot sifatini tahlil qilishga emas. Buni qanday tushunib olasiz? Savolim, SP blokardaning paravertebral blokada
yoki interkostalblokada kabi boshqa regional usullardan ustunligi nimada deb o'ylaysiz? To'rtinchi savolim, siz taklif etgan anesteziologik yondashuvlar xalqaro YERS protokollari bilan qay darajada bog'liq? Beshinchi savolim, EST blokada chaqaloqlarda qo'llashda etik xavfsizlik qanday ta'minlandi va ota-onalarning roziligini qanday oldingiz? Rahmat. Davrcha Inomjonovich, tushunarli savollar. Hammasi javob ber. Hurmatli Amraxon Tillayevni qizilonga kamchilaydigan xirurgik neonatal patologiya hisoblanadi. Shuning uchun 91 nafar bemordan iborat kardiologlar bizning markazimizdagi statistik ishonchli tahlil o'tkazish uchun yetarli reprezentativ namuna deb baholaganmiz. Ikkinchi savolga qizilonga strategiyasida asosiy e'tibor erta natijalarga qaratilganligi sababli qizilonga strategiyasida asosiy letallik va og'ir asoratlar preoperatsion va ertangi postoperatsion davrlarda kuzatiladi. Shu sababli tadqiqotning asosiy maqsadi anesteziologik himoyaning xavfsizligi va erta klinik samaradorlikni baholash bilan baholangan. Eski blokadaning parametrlar blokada yoki interkostal blokadadan farqlari eski blokada ultratovush uzi ostida aniq joyga yuboriladi. Bunda nerv aksial va nerv jarohatlanishi kam, jarohatlanish xavfi kam hisoblanadi va bunda fatsial tarqalish tufayli kengroq analgeziyani ta'minlaydi. Eski blokada. To'rtinchi savolga taklif etilgan yondashuvlar ERAS konsepsiyasining asosiy prinsiplari bular multimodal anesteziya, opioid sparing strategiyasi, erta ekstubatsiya va perioperativ stressni minimallashtirish tamoyillariga to'liq mos keladi. Keyingi savolga eski blokadani etnik xavfsizligini buni chaqaloqni ota-onalardan ruxsat olganmiz. Keyin buni ishonchliligini o'zi orqali qilganimiz uchun ishonchliligini to'liq ta'minlashni o'z bo'ynimizga olganmiz. Bu holatda bizning tadqiqotimizda eski blokada orqali asoratlar kuzatilmagan. Ikkinchi savol, yana qaytadan. Menga javob bering. Dissertatsiyada asosiy e'tibor nimaga erta natijalarga qaratildi deb tushundim. Bu qizilonga atrofiyasi chaqaloqlarda asosan o'lim holatlari va asosiy asoratlar shu ertangi perioperasion va operatsiyadan keyingi ertangi davrlarda kuzatiladi. Asosan shuning uchun biz shu davrlarga qaratganmiz asosiy e'tiborimiz. Onalarimiz javoblardan farqlisizmi? Yana kimda savol bor? Marhamat. Marhamat, onlayn ishtirok etayotgan ilmiy kengash a'zolarimizda savollar bor bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Savollar yo'q bo'lsa, menda bitta savol bor, Zarifjon Inomjonovich. Mana aytyapsiz, usulni modifikatsiya qildik. Nima sababdan modifikatsiya qildingiz? Qanday modifikatsiya qildingiz? Nimaga modifikatsiya qilinmagan asosiy usulni ishlatmadingiz? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, og'irlashtiruvchi xavf omillarini ko'rsatib o'tdingiz. Ma'lumki, pediatriyada chala tug'ilish, o'ta chala tug'ilish degan iborat ko'rsatkichlarimiz bor. O'ta chala tug'ilgan yoki chala tug'ilgan chaqaloqlarimizda o'lim xavfi juda yuqori. Nimaga sizda shu chala tug'ilish xavf omili sifatida ko'rsatilmayapti? Hurmatli Andrey Shamsevich, usulni modifikatsiya qilganimiz biz NIPS shkalasini asosan ertangi operatsiyadan keyingi davrda og'riqni baholash uchun qo'llaganmiz. Bunda NIPS shkalasining asli holatida
kasal to'liq hushida bo'lishi kerak, nafaslari mustaqil bo'lishi kerak. Bu holat bizga xalaqit nafasini, yig'ilashini, bu holat bizda kasalimiz intubasion trubkada sun'iy o'pka ventilyatsiyasi bo'lgani sababli bu holat bizga baholashimizga, nipsikalarni baholashimizga xalaqit berganligi uchun yangi modifikatsiya qilganmiz. Ya'ni nafas o'rniga nafas zo'riqishi komponentini kiritganmiz. Asosiysi yo'q. Asosiyda bunaqa komponent yo'q. Asosiyda nafas komponenti bor, chunki asosiyda nafas komponenti borligi bola hushida bo'ladi, nafasni mustaqil oladi. Biz baholagan kasalimizda bola nafasi sun'iy o'pka ventilyatsiyasida uyel apparatda bo'lganligi sababli shu uyelga nafas zo'riqishi komponentini kiritganmiz. Ikkinchi savolga javob. Misol og'irlashtirish xavf omillarini o'ta chala tug'ilgan, hamda og'ir tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilgan chaqaloqlarni biz boshda aytib o'tganimizdek 14 nafar chaqaloq kuzatilgan. Bularni tadqiqotimizdan istisnoviy zonga ko'ra chiqarib yuborganmiz. Shuning uchun o'ta chala hamda og'ir tug'ma nuqsonli chaqaloqlarni kiritmaganmiz. Bu ko'rsatkich emas, o'lib qolishingiz. Chala tug'ilib o'lib qolish ko'rsatkichi. O'lib qolishi ko'rsatish, lekin biz tadqiqotimizga o'ta chala tug'ilgan hamda og'ir tug'ma nuqsonli chaqaloqlarni kiritmaganmiz. Lekin siz chala tug'ilish to'g'risida gapirib o'tib ketyapsizlar. Qancha chala tug'ilgan? Chala tug'ilgan chaqaloqlar hamda boshqa yengil tug'ma nuqsonli chaqaloqlarda o'limga sabab bo'lishi bu aniq. O'limga sabab bo'lishi aniq. Buni biz bu sababni biz kavarnat sifatida olganmiz. Asosiy ko'rsatuvni anesteziologik xavfga qaratganmiz. Yo'q, o'lib qolish aniq demak. Hozir perinatologiya shunaqa rivojlangan. Asoratlar bilan tug'ilgan bo'lsa ham parvarishlash asoratlarga olib kelishi aniq. Chala tug'ilganligi asoratlariga anaqa kuchaytirishi aniq, lekin biz buni kavarnat deb olganmiz. Asosiy fond sifatida olganmiz bu ko'rsatishlarni. Lekin asosiy e'tibor qaratganimiz anesteziologik ta'minotni qarab. Endi mana modifikatsiya qilingan deyapsiz. Modifikatsiya so'zi o'zi o'zgartiryapman, buni boshqacha qilyapman degan ma'noda-da. Shunaqami, Zarifjon? Uni siz o'zgartirgan, modifikatsiya qilgan usulni nima deydi haligi natijaliligini ko'rish etapi ham bo'lishi kerak-da, tushunyapsizmi? Men modifikatsiya qilingan usulda natijaliligi bor ekan. Endi buni ishlatsam bo'ladi degan jarayon bo'lganmi sizda deb so'radi. Bu jarayon bo'lgan, bu usulni qayta qo'llab ko'rganmiz, sinovdan o'tkazganmiz. Keyin tartibga kiritganmiz. Xo'p, yaxshi. Yana kimda savol bo'ladi? Xo'p, savollar bo'lmasa, demak talabgorning shaxsiy hujjatlari 20 jildida ilmiy rahbar xulosasi mavjud. Ilmiy rahbar Sherzod Alim Shadid o'ramizda. Marhamat, qo'shimchalaringizni ko'rsak, so'z sizga. Avvalambor bunchalik nufuzli tartibda himoya qilish imkoniyati berilganidan mamnunmiz. Bunga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Odatda ilmiy rahbar ilmiy dissertant to'g'risida gapiradi. Mana shu an'anaga sodiq qolgan holatda ilmiy rahbar sifatida Zarifjon Inomjonovich to'g'risida o'zimga tavsiya bersam, bu yigit magistraturani o'zimizda tamomlagan. Boshqa tengdoshlaridan farqli ravishda amaliy jihatdan birinchi ko'nikmalarni tez olishi, bundan tashqari sekin-sekin pedagogik salohiyatidan keyin shu ilmiy tadqiqotlarga moyilligi ko'rina boshladi va bitirgandan keyin ilmiy idoraviy bitiruvchi sifatida kafedramizda assistent sifatida qoldi. Endi tadqiqot ishida bu yigitni shaxsiy qissasi shubhasiz, chunki chaqaloqlar anesteziologiyasi va xirurgiyasi bizga kirib kelishi bilan bizda muammolar bo'lgandi. Boshida shu sohaga bu yigitni yo'naltirdik. Ana shu hamma tadqiqotdagi chaqaloqlarni hamma anesteziologik ta'minotini shu yigit bajargan.
Bundan tashqari mana shu soha bo'yicha boshida mana ko'rsatilgan digital ko'rsatkichlar ko'p bo'ldi. Bu yigitni stajirovkaga yubordik o'zimizni markazlarga, yetakchi markazlarga yuridik, xorijiy stajirovkalarni o'tkazdi. Endi tadqiqotimiz 10 yillik materialni o'z ichiga olgan. 4 yil davomida shu birinchi bo'lib ishimiz buni ilmiylik darajasida salohiyatini baholashga sizlarga havola qilamiz. Rahmat. Xo'p, rahmat. Dissertatsiya bo'yicha ish bajarilgan tashkilot va yetakchi tashkilot xulosalari, shuningdek dissertatsiya va avtoreferatlar bo'yicha kelib tushgan takliflar bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat. Dastlabki ishlarimiz bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan takliflari, ish bajarilgan tashkilot va yetakchi tashkilot xulosa ta'limlariga binoan dissertatsiya ishi Andijon davlat tibbiyot instituti kafedra muammolar hayotida muhokama qilingan, afg'onistonga bosqichlarini o'tashga tavsiya qilingan. Shuningdek, ilmiy kengash ilmiy seminarning ijobiy xulosasi olingan va 2026 aprildagi O'zbekiston bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Seminar xulosasi ijobiy, dissertatsiya ishi ilmiy kengashga oshkora himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Mazkur ish ilmiy kengash tomonidan 23 aprelda qabul qilingan. Yetakchi tashkilot sifatida Respublika perinatal markazidan ijobiy xulosa olingan. Tashkilotda G'ofurov Zaribjon Inomjonovich dissertatsiya ishi neonatal anesteziologiya va intensiv terapiyasining dolzarb muammolariga bag'ishlangan tugallangan yuqori malakaviy ilmiy ish bo'lib, unda muhim amaliy ahamiyatga ega dolzarb ilmiy tibbiy muammo hal etilganligi, oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar mavjudligi, dissertatsiya va OAG avtoreferat betida belgilangan qoidalarga muvofiq rasmiylashtirilganligi hamda OAG tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishi e'tirof etilgan. Shunga ko'ra xulosa Respublika perinatal markazida 2026 yil 13 mayda muhokamadan o'tkazildi va 7-son bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. O'quv davolash metodik markazi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Ergashev Baxtiyor Berdialiyevich tomonidan imzolangan. Markaz direktori tibbiyot fanlari doktori professor O'runbayeva Nilufar Abdujabborova tomonidan tasdiqlangan. Dissertatsiya avtoreferatiga 8 ta tahrif olingan. Ulardan 6tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalarida, ya'ni birinchi tahrif Janubiy Koreya Milliy transport universiteti ekstremal tibbiyot va parameditsina departamenti professori Yang Hyun Ho tomonidan berilgan. Ijobiy. Ikkinchi tahrif Rossiya uzluksiz kasbiy ta'lim tibbiyot akademiyasi bolalar anesteziologiyasi, reanimatologiyasi va toksikologiyasi kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Bobur Damullayevich Babayev tomonidan ijobiy imzolangan. Uchinchi tahrif Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish ilmiy tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi tibbiyot fanlari doktori Kudryavtseva Yelena Vladimirovna tomonidan berilgan. To'rtinchi tahrif Belarus Grodno davlat tibbiyot universiteti bolalar xirurgiyasi kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Viktor Ivanovich Kovalchuk tomonidan imzolangan. Beshinchi tahrif Tojikiston Respublikasi sog'liqni saqlash sohasidagi diplomdan keyingi ta'lim instituti bolalar anesteziologiyasi, reanimatologiyasi va detoksikatsiyasi kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Ikramiyev Turahon Sharbat tomonidan imzolangan. 6-tahrif Abu Ali ibn Sino nomidagi Tojikiston davlat tibbiyot universiteti anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktor Rahmatova Ruxshon Akramov tomonidan imzolangan. 7-tahrif Samarqand davlat tibbiyot universiteti anesteziologiya, reanimatologiya va shoshilinch tibbiyot kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Mansur Murat Ismatov tomonidan imzolangan. 8-tahrif Andijon davlat tibbiyot instituti davolash fakulteti uchun bolalar jarrohligi kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor G'ofurov Anvarovich tomonidan imzolangan va takliflar ijobiy olingan. Barcha xulosa va takliflar nizom doirasida rasmiylashtirilgan va talabgorning hujjatlar yig'ma jildida mavjud. Rahmat. Xulosa takliflarda kamchiliklar shuning uchun dissertatsiya so'zni yakunda beramiz. Dissertatsiyaning rasmiy muhokamasiga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori,
Professor Yusupov Anvar Sobirjonovichga. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor haftalik kengashga a'zo hamda rasmiy ahamiyatli tashakkur. Qolaversa kelayotgan Qur'on hayiti bayrami oldi arafasida turibmiz. Hammalikda kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Endi Zarifjon Imomjonov shu ishga keladigan bo'lsak, o'zi bolalar ansiologiyasi kontrolga nisbatan ancha farq qiladi. Bolalarning amal xususiyatlari, og'ir kechishi kasalliklarini bosaytiradi. Chaqaloqlar bundan boshqa dunyo, yanada murakkab dunyo hisoblanadi. Endi shu chaqaloqlar qidirilayotgan anesteziyasi ham dolzarb og'ir patologiyalarni bundan bir 15 yillar oldin ham dermatologiya yaxshi rivojlanmasdan chirurgiyasi chirurglar tomonidan ham oddiygina mana chaqaloqlarga tug'ilish bilan sanziroya nasli oldin siyish orqali pnevmoniya rivojlanib o'lim 95-100% tashkil qiladi. Ana hozirda texnikasi ham jarrohlik hamda anesteziyologik, albatta anesteziyologik va intensiv terapiyaning roli operatsiyadan keyingi parvarishlar juda katta rol o'ynaydi hamda bularni yashovchanligi ancha yaxshilandi, so'zsiz samara berdi. Demak, bu ish juda ham hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. Chaqaloqlar anesteziyasida rol o'ynaydi. Dissertatsiya ishi an'anaviy to'g'ri tuzilgan bo'lib, kirish, 4 ta bob, xulosalar, amaliy tavsiyalar va bir suhbatda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Shundan 119 tasi uzoq muddatli mualliflar ishlardan. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzuning dolzarbligi va zaruriyati, ommaning o'rganilgan darajasi, maqsad va vazifalar, ilmiy yangiligi va joriy etilishi talab bo'yicha aniq keldi. Muallif tomonidan muammoning o'rganilganlik darajasi zamonaviy xalqaro va mahalliy adabiyotlar asosida chuqur va tahliliy tahlil qilingan. Ya'ni mental chirurgiyada opioid ijodkor strategiyani ahamiyati, eski blokadaning pediatrik anesteziya amaliyoti o'rni, deganlar usullariga ayniqsa chaqaloqlar populyatsiyasida ularning jumladan eski blokadaning tizimli o'rganilmaganligi aniq dalillar asosida ochib berildi. Tadqiqot maqsadi aniq va antiqan to'g'ri shakllantirilgan bo'lib, hozirlangan atreziyasi bo'yicha operatsiya qilingan chaqaloqlarda regional anesteziya usulini qo'llash orqali anesteziyalik himoya sifatini yaxshilashga qaratilgan. Operatsiya oldi klinik laborator holati kompleks baholash, interoperativ gemodinamik va neyroendokrin tahlil, postoperativ og'riq sindromini baholash va bemorlarning yashovchanlik ko'rsatishga ta'siri aniqlashni o'z ichiga olgan 4 ta vazifa o'zaro chiqish va tadqiqot maqsadiga to'liq mos keladi. Tadqiqot ishida qo'yilgan har bir vazifaning aniq metodologik yechimi va mantiqiy uzluksiz mavjudligi, ish tuzilmasining yaxlitligi hamda ilmiy izchilligini ta'minlagan. Dissertatsiyaning chaqaloqlar klassikasida anesteziyologik ta'minotning zamonaviy talqini, global tajriba va mahalliy yondashuvlar deb nomlangan birinchi bobida izolongach atreziyasi bo'yicha adabiyotlar sharhi keng yoritilgan. Izolongach atreziyasi operatsiyasi bo'yicha anesteziyologik ta'minot istiqbollari bo'yicha ilmiy ma'lumotlar chuqur tahlil qilingan, tanqidiy baholangan, ilmlashtirilgan va tizimlashtirilgan. Yechimini topish lozim bo'lgan dolzarb masalalar o'rganilgan. Dissertatsiyaning tadqiqot materiallari va usullari deb nomlangan ikkinchi bobda tadqiqot obyekti va usullarini tavsiflashga bag'ishlangan. Tadqiqot mana 10 yil mobaynida Andijon viloyat bolalar ko'tarma tibbiyot markazida yo'llanmalar haqida bo'yicha o'tkazilgan jarohat muolajalari bo'yicha bemorga olingan patologiyaning nisbatan kam uchrashi va neonatal chirurgiyadagi tadqiqotlarning murakkabligini hisobga olganda yagona markaz sharoitida shakllantirilgan mazkur klinik material yetarli darajada reprezentativ hisoblanadi.
muallif tomonidan tadqiqotga kiritish va chiqarish mezonlariga aniq belgilanishi, shuningdek, operatsiyalarda klinik va laborator ko'rsatishlar bo'yicha guruhlarning o'zaro tengligi statistik jihatdan asoslangan bo'lib, qo'llanilgan ansiyonik usul ta'siri nuqtai nazaridan ishonchli baholash imkonini bergan. Dissertatsiyaning qizil o'ngach atrofiyasi bo'lgan chaqaloqlarda o'tkazilgan operatsiyalarda ansiyonik ta'minotning klinik laborator natijalari deb nomlangan 3-oldi bemorlarning operatsiyagacha bo'lgan klinik laborator holatlari, interoperatsion davr natijalari va birisidan keyingi davrdagi klinik ko'rsatkichlarni batafsil tahlilni o'z ichiga olgan. Dissertatsiyaning metodologik jihati yuqori saviyada bajarilganligini alohida ta'kidlash lozim. Tadqiqotda umumiy statistik usullardan tashqari yashovchanlik, shuningdek logistik regressiya tahlillarining kompleks qo'llanilishi olingan natijalarning ishonchliligini ta'minlash va tadqiqot maqsadiga to'liq mos kelgan. Ayniqsa mexanik ventilyatsiyadagi chaqaloqlarda postoperativ og'riqni baholash uchun muallif tomonidan modifikatsiyalangan shkalaning taklif qilinishi ishning eng ahamiyatli metodologik jihatidan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat mazkur tadqiqot doirasida, balki kengroq neonatal anesteziyologiya va intensiv terapiya amaliyotlarini qo'llash uchun istiqbolli usul sifatida baholanadi. Dissertatsiyaning qizil o'ngach atrofiyasi bo'lgan o'tkazilgan operatsiyalarda anesteziyologik ta'minot usullarining qiyosiy samaradorligi va klinik natijalari deb nomlangan 4-bobi har ikki guruh o'rtasidagi interoperatsion va postoperativ ko'rsatkichlarning qiyosiy tahlili yashovchanlik dinamikasini o'z ichiga olgan. Induksiya bosqichida guruhlar o'rtasidagi hemodinamik ko'rsatkichlar bo'yicha dastlabki tenglik mavjud bo'lgan, keyingi dinamikaning aynan anesteziyologik usul ta'siri sifatida baholanish imkonini berdi. Interoperatsion hemodinamik tahlil ultratovush navigatsiyali ESP blokadaning barqarorlashtirish samarasini ishonchli tarzda namoyon qilgan. Neyroendokrin stress markerlar tahlili dissertatsiyaning eng ahamiyatli va klinik jihatdan qimmatli natijalaridan hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, asosiy guruhda glyukoz va kortizol ko'rsatkichlari chegara doirasida saqlanib, stress reaksiyaning nazoratlangan holatga kechganligi qayd etilgan. Postoperativ natijalar tahlili ESP blokada qo'llanilgan multimodal anesteziyaning klinik ustunligini yaqqol namoyon qilgan. Chaqaloqlarning operatsiyadan keyingi yashovchanlik tahlili dissertatsiyaning muhim amaliy jihatdan qimmatli bo'limlaridan biri. Shuningdek, logistik regressiya tahlili ESP blokadaning letallik xavfini kamaytiruvchi mustaqil himoya omili sifatida tasdiqlangan. Jadvallar, rasmlar va statistik ma'lumotlar tadqiqot natijalarini to'liq ochib berishga xizmat qilgan. Xulosalar va amaliy tavsiyalar aniq yozilgan va ilmiy ish natijalarini aks ettiradi, e'tirozlar yo'q. Referat dissertatsiyaning asosiy mazmuni va olingan natijalarini to'liq aks ettiradi. Dissertatsiya tahrizi davomida ilmiy rahbarlar bilan gaplashdik. Himoyaga quyidagi savollarni ochishga qaror qildim. Dissertantga birinchi savol: ESP blokadani 4-5 darajasida bajargansiz. Tadqiqotingizda total spinal blok rivojlanish xavfi bo'lganmi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol: 60 kunlik yashovchanlik ko'rsatkichi asosiy guruhda yuqori chiqqan. Bunga faqat anesteziya usuli sababmi yoki boshqa omillar ham bormi? Savollarga javob bersangiz keyin xolos. Hurmatli Anvar Saburjonovich, biz ishimizni o'z qimmatli vaqtingizni ayirmasdan ko'rib ijobiy taqriz berganingiz Savolga javob bering. Savolga javob bering. 4-5 doirasida bajarganimizda qizil o'ngach atrofiyasida asosan xirurg amaliyot shu sohada bajariladi. Shuning uchun 4-5 darajasini tanlashda mazkur jarrohlik maydonini segmentar innervatsiyaga mos ravishda optimal maydonini qamrash uchun shu sohadan bajarilgan.
Bu sohada bajarganimizda spinal xatar spinal blok kuzatilmagan. Chunki biz spinalni bo'shliqqa bevosita spinalni bo'shliqni travma qilmaganmiz. Paraksialni nervlarni balaga asorat bo'lmagan. Ikkinchi savol. Inson yashovchanlikka tug'ilishdagi tana vazni, nuqson turi, qo'shimcha nuqsonlar har omili sifatida ta'sir qilishi aniq. Shu bois biz bu omillarni kavariat sifatida ko'rganmiz. Anesteziya usulini esa mustaqil prediktor sifatida modelga kiritganmiz. Xulosa, G'afur Zaljon Inomjonov tomonidan bajarilgan Qizil-15 atreziyasi aniqlangan chaqaloqlarda ansiyaviy himoya usullarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi neonatal ansiyologiyaning dolzarb muammolaridan biriga bag'ishlangan. Mustaqil ravishda yuqori ilmiy metodologik saviyada bajarilgan yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi. Dissertatsiyada olingan natijalar zamonaviy statistik tahlil usullari asosida ishonchli tarzda asoslangan bo'lib, muhim ilmiy yangilikka nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Muallif tomonidan taklif etilgan ansiologik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar klinik amaliyotda qo'llash uchun yetarli darajada asoslangan hamda soha amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi. Mazkur dissertatsiya ishi 14.37 ansiologiya va reanimatologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablariga to'liq javob beradi. Muallif esa ushbu ilmiy darajani olishga munosib deb hisoblaydi. Rahmat, Anvarjon, marhamat, dissertant rasmiy opponentga javob qilasiz. Hurmatli Anvar Sobirjonovich, matbuotda ishimizni chuqur ko'rib ko'rgani, tahlil qilgani uchun, ijobiy tahlil bergani uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xo'p, rahmat. Keyingi so'z ikkinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori professor Gulchehra Shahardovnaga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, University kengash